Ukraina Rossiyaga yuzlab dronlar bilan hujum qildi. Qurbonlar bor. Soya floti yana nishonda. Ukraina bir kechada 15 ta kemaga zarba berdi. AQSh Hormuz qo'riqchisiga aylanadi va boj oladi. Tramp. Ukraina Rossiyaga yuzlab dronlar bilan hujum qildi. Qurbonlar bor. Ukrainaning bugun 13-iyulga o'tar kechasi amalga oshirgan dron hujumlari oqibatida Rossiyaning bir necha hududlarda kamida 4 kishi halok bo'ldi. Yana 5 kishi jarohatlandi. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi. Moskva viloyati gubernatori Andrey Volovyovning bildirishicha, eng og'ir hujum poytaxtdan qariyb 40 kilometr g'arbda joylashgan Pionerskiy qishloqda sodir bo'lgan. Oqibatda 3 kishi halok bo'lgan, bir nechta xonadonda yong'in yuzaga kelgan. Gubernatorga ko'ra, Moskva atrofidagi 10 dan ortiq shahar va qishloq ham tungi hujum nishoniga aylangan. Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Moskva viloyati osmonida 81 ta dronni urib tushirgan. Moskva meri Sergey Sobyanin 12-iyul oqshomidan buyon Moskva va uning atrofidagi hududlar uzra 350 ta Ukraina droni aniqlanganini ma'lum qilgan. Uning aytishicha, ularning aksariyati tutib qolingan, shahar hududlarida esa talofat yoki vayronagarchilik qayd etilmagan. Tungi hujumlar sabab Moskvaning 4 ta yirik aeroportida parvozlarga vaqtinchalik cheklovlar joriy etilgan. Keyinchalik aeroportlar ish faoliyatini tiklagan. Belgorod viloyatida dron hujumi oqibatida bir ayol halok bo'lgan. Stavropol o'lkasi gubernatori Vladimir Vladimirovning ma'lum qilishicha, dron zarbasi oqibatida Rosneft neft bazasi joylashgan qishloqdagi sanoat zonasida yong'in chiqqan. Rossiya Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 13-iyulga o'tar kechasi Rossiya hududlari va anneksiya qilingan Qrim uzra jami 342 ta Ukraina droni tutib qolingan. Soya floti yana nishonda. Ukraina bir kechada 15 ta kemaga zarba berdi. Ukraina Rossiyaning Soya flotiga tegishli 15 ta kemaga zarba berdi. Bu haqda Ukrainform xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlarining uchuvchisiz tizimlari kuchlari qo'mondonligi Robert Madyar Brovdinning aytishicha, zarba berilgan kemalar orasida 7 ta neft tankeri, 5 ta quruq yuk kemasi, 1 ta parom va 2 ta bukser bor. Brovdinga ko'ra, joriy yilning 6-13-iyul kunlari davomida Rossiyaning Soya flotiga tegishli jami 105 ta kemaga zarbalar berilgan. Shuningdek, joriy yilning 12-13-iyul kunlari vaqtincha bosib olingan Qrim va Ukrainaning Rossiya nazoratidagi boshqa hududlarda turli quvvatga ega 9 ta elektr podstansiyasi hamda Rossiyadan Qrimga elektr energiyasi uzatuvchi Kuban-Qrim elektr ko'prigining Qrim strategik uzatish punktiga zarbalar berilgan. Mazkur uzatish punkti so'nggi 48 soat ichida ikkinchi bir hujumga uchragan. Bundan tashqari, Rossiyaning havo hujumidan mudofaa tizimining 4 ta elementi, jumladan S-400, Triumf zenit raketa majmuasi, Tor havo hujumidan mudofaa tizimi va 2 ta radiolokatsiya majmuasi yo'q qilingani bildirilgan. Ukraina tomonining ma'lum qilishicha, so'nggi 24 soat ichida uchuvchisiz tizimlar kuchlari frontining taktik chuqurligi bo'ylab 1725 ta nishonga zarba bergan. Rossiya tomoni hozircha ushbu ma'lumotlar yuzasidan rasmiy izoh bermagan. AQSh Hormuz qo'riqchisiga aylanadi va boj oladi. Tramp. AQSh prezidenti Donald Tramp mamlakat Eronga qarshi dengiz blokadasini qaytadan tiklashini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, Vashington Hormuz bo'g'osining qo'riqchisiga aylanadi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi. Trampning bu fikrlari 13-iyul kuni Fox News telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qilindi va ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozib qoldirildi. Bu AQSh va Eron o'rtasidagi so'nggi zarbalar almashinuvidan ko'p o'tmay sodir bo'ldi. AQSh kuchlari asosan Eron sohillaridagi port shaharlarini nishonga oldi. Eron tomoni Bahrayn, Kuvayt, Ummon va Iordaniyadagi Qo'shma Shtatlar harbiy obyektlariga zarba berganini ma'lum qildi. Eron blokadasini qayta tiklayapmiz, faqatgina Eron kemalari yoki mijozlarning kirishi va chiqishi to'xtatiladi, deb yozdi Tramp ijtimoiy tarmoq platformasida. Uning qo'shimcha qilishicha, AQSh bundan buyon Hormuz bo'g'osining qo'riqchisi sifatida taniladi. Adolat yuzasidan dunyoning bu beqaror qismida xavfsizlikni ta'minlash xarajatlari uchun barcha tashilayotgan yuklardan 20% miqdorida haq olinadi, dedi u. Tramp bu jarayon va tuzilma darhol ish boshlashini ma'lum qildi. Tramp bundan oldin ham agar o't ochishni to'xtatish bo'yicha muzokaralar muvaffaqiyatsiz tugasa, bo'g'oz ustida nazoratni saqlab qolish va boj undirish bilan tahdid qilgan edi. Dunyo bo'ylab neft va gaz eksportining 20% aynan shu bo'g'oz orqali o'tadi.
So'nggi zarbalar muzokaralarni yo'qqa chiqarishi mumkin. Muzokaralar iyun oyida tomonlama memorandum imzolanganidan keyin boshlangan edi. Hujjat urushni tugatish, AQSh blokadasini bekor qilish va Hormuz bo'g'ozini kemalar uchun ochishni ko'zda tutgan. Eron munosabati. Tehron Qo'shma Shtatlarning bo'g'ozni nazorat qilish rejasini qat'iyan rad etdi. 13-iyul kuni Eron qo'shma harbiy qo'mondonligi Xatam al-Anbiyo markaziy shtabi vakili Vashington va uning ittifoqchilarini ogohlantirdi. Biz hech qanday holatda AQShning Hormuz bo'g'ozini boshqarishga aralashishiga yo'l qo'ymaymiz. Eron qurolli kuchlari bosqinchi AQSh harbiylari tomonidan tijorat va neft kemalari harakatiga to'sqinlik qilishiga keskin javob beradi, dedi shtab vakili. Shuningdek, Eron qo'mondonligi mintaqa davlatlarini ogohlantirdi. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bilan har qanday hamkorlik yoki ularga logistik yordam berish Eronga qarshi urush e'lon qilish bilan baholanadi. Eng tezkor va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatish uchun kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va qo'ng'iroqcha belgisini yoqishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.